Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilingan hadis. Bu kishi rivoyat qildilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Bir kishi sadaqa qilmoqchi bo'ldi. Chin dildan, ixlos bilan, yaxshi niyat bilan sadaqa qilmoqchi bo'ldi. Va hech kimga bildirmaslik maqsadida tunda sadaqa qildi. Va wada ala zaniya, va wada ala yad as-sariq, va wada ala yad al-ghani deb keladi hadisda. Zinokorga berib qo'yibdi o'z bilmagan holda sadaqani. Fa asbahan nas yatahaddasun, ertalab insonlar gapirishni boshladi. Tusuddiqu ala zaniya, zinokorga ehson qilinadigan, zinokorga ehson qilinib deb gapirib qo'yishdi. Bu odam aytdi, alhamdulillah, endi boshqatdan qilayin, meni sadaqam zinokorga ketib qoldi. Ertasi kuni yana tun bo'ldi, kechasi sadaqa qildi va ertalab odamlar gapirishni boshladi. Tusuddiqu ala sariq, o'g'riga sadaqa qilibdi, o'g'riga ehson qilinibdi deganda bu kishi alhamdulillah dedi, ammo dedi, shu to'g'ri mas joyga tushib qolibdi dedi. Uchinchi kuni yana ehson qildi. Shu ehsonim qabul bo'lsin, ehsonim joyiga borsin, o'z joyini topsin degan maqsadda sadaqa qiluvdi. Bilmagan holatda kechqurun qorong'uda boyga berib qo'yibdi. Asbahan nas yatahaddasun tusuddiqu ala al-ghani. Boy insonga ehson qilindi deb insonlar gapira boshladi. Hadisda davomida keladi, Imom Darqutniyda yoki boshqa rivoyatlarda qo'shimchasi bilan keladiki, bu insonga bildirildi, ko'rsatdi, eshitdi bu inson, tushida yoki farishta har xil sharh. Aytildiki, amma sadaqatuka faqubilat. Seni bergan uchala sadaqang ham qabul bo'ldi. Seni sadaqang qabul bo'ldi. Mana ba'zan biz hozir ko'p ehson qilinayotgan zamonda yashayapmiz. Ko'p ehsonlar qilyapmiz, sadaqalar qilyapmiz. Haligi mahallalarda, bu boshqa joylarda bo'ladi. Shu joyda masalan uy berilishi mumkin. Yoki bir yo'lga yoki boshqa narsalarga, masjidga insonning qalbiga shayton ba'zan olib keladiki, seni sadaqang qabul bo'lmadi, joyiga tushmadi degan so'z bor. Hadisning nihoyasi nima deyapti desa, amma sadaqatuka faqubilat. Sadaqangiz qabul bo'ldi. Siz yaxshi niyat, xolis ixlos bilan Alloh roziligi uchun berdingiz, sadaqangiz qabul bo'ldi. Hikmatichi, ajabmaski boy ehson qilingan boy ehson qilishni o'rgansa. Ajabmaski zinokor ayol zinosidan to'xtasa. Ajabmaski o'g'ri o'g'rilikdan to'xtasa. Al-muhim, sadaqa qilishingizdan oldin shayton ko'p vasvasa qiladi. Ehson qildirishlikni to'xtatadi. Va sadaqa qildirayotgan paytda qildirmaydi. Qilib bo'lgandan keyin ba'zi bir insonlarga kelib, "Sizning sadaqangiz qabul bo'ldimikin, joyiga bordimikin?" degan so'zlarni aytadi. Joyiga borgan juda ham muhim. Alloh taolo barchalarning sadaqasini qabul qilsin, lekin insondan chiqqani hisob. Berganligi o'sha o'zi hisob bo'lib, nima Alloh taolo qabul qiladi inshaalloh. Shuning uchun ehsonda, sadaqada hattoki narigi dunyodan qaytib kelgan inson ham fa as-saddaqa fa akun minas solihin. Ey Robbim, meni dunyoga qaytar, sadaqa qilsam va solihlardan bo'lsam dedi. Ko'p yaxshilik qildinglar, ehson sadaqa qildinglar. Mana hammamiz har joylarda yaxshilik qilamiz. Alloh taolo ehsonlar qabul qilsin. Bu sadaqalarimiz barchasini qiyomat kunida, qabrda qiyomatga borganimizda foydamizga hujjat bo'ladigan, jannatga sabab bo'ladigan sadaqalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.